Assalomu alaykum hurmatli Ishqobodning uylar obunachilari. Bugun biz aynan Ishtixon shahri O'zbekiston mahallasining qarovchi, ya'ni mana bu yerda ham bitta korobka uy qo'yilgan edi, 12 sotixlik, sotilib ketdi. 4300, 4400 nari yerdan sotilib ketdi, 3 kun 4 kun oralig'ida. Xo'p, Ishtixon tuman Raygas bo'limiga shunday kiraverishda Grand Aziya o'ng tomonlaringizda, chap tomonlaringizda Raygasning ro'parasida umumiy sotig'i 8 sotiqdan iborat uy joy desa ham bo'ladi. Dokumenti 100% toza. Xo'p, umumiy hisoblaganda ikkitami xonasi, adashmasam yo 3 ta xonasi bor. Endi 2 ta xonasi bor ekan. Yorug'lik ko'rinyaptimi yo'qmi? Set включен ekan, o'shaning uchun 2 ta xonasi bor, 2 ta xonaga ega. Ko'rib turganingizdek. Tak. Pastda fundamentlar qo'yilgan, fundamentlari ham juda ham yaxshi, sifatli qilib qo'yilgan. Tayyor holatda, ya'ni bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta, 5, 6 ta xonaga ega fundament tayyor holatda turibdi. Mana bu yoqdan tualet, hammom, kladovkaga joy qilingan. Shu pastda korobka holatiga ko'tarib qo'yilgan. Огород qismimiz ham bor. Ko'rib turganingizdek, yerimiz unumdor, gazdan muammosi yo'q. Ishtixonga bir qadamlik chiqqandan keyin o'sha betonkan narigi beti o'zi bu yog'i O'zbekistonskiy ko'cha boshlanib ketadi. Joyimizda mana bu yerdan hisoblanganda kadastrda aynan mana shu yer darvozaxonaga mo'ljallangan deyishdi. Ya'ni mana shu yer ham sizni hududingizga qaraydi. Umumiy narxi 43 ming dollar deyapti. Srochniy bo'lgani uchun sizlar bilan Shodiyor Baxtiyorov maxsus Ishtixon barakali uylar jamoasi. Agar uy oladigan bo'lsangiz, sekingina bizga telefon qilsangiz, mana shu joyda yaxshigina narxga olib berishga harakat qilamiz.